Bas, unga qarshi chiqamiz. Qanday qilib? Biz Necha bilan urisha olmaymiz. Bo'lmagan gap. Biz iblisni albatta yo'q qilishimiz kerak. Buni qanday qilish yo'lini topmaguncha uyga qaytish yo'q. Kamondan, menda bir reja bor. Tashqarida ko'z quloq bo'lib turishing kerak edi. Bo'pti gapir. Unga tuzoq qo'ysakchi. Tuzoq? Misol uchun, u o'tadigan ko'prikni arqonini kesib qo'yganman. O'tayotganida yiqiladi. Arqon tortilishi bilan safar to'nkariladi va ichidagi pichoqlar otilishni boshlaydi. Shunda u o'zini qalqon bilan himoya qilmoqchi bo'ladi. Qalqonga bog'langan ip bahaybat toshni tirab turgan tirgakni qo'zg'atib yuboradi. Tosh uni ustiga harakatlanishni boshlaydi. Shoshganidan birinchi duch kelgan tomonga berkinadi. Tosh esa uni o'chirib yuboradi. Boom! U yerda uni zaharli ilon qarshi oladi. Undan qochishga urinib arqonni kesib qo'yilgan narvonga osiladi va unga ilinib qolgan ari ini bilan yerga qulaydi. Yovvoyi arilardan sog' qolish uchun ham berkinishga to'g'ri keladi. Xo'sh, qayerga qochib berkinsa bo'larkin, ha? Albatta mana bu botqoqdan boshqa joyni topa olmaydi. U o'zini shu yerga otadi. Xo'sh, qalay? O'ylagandan ancha aqlli ekansan. Men aqlliman, chunki sizdek qo'mondonim bor. Rejaga gap yo'q, lekin nejaga bu ham kam. Biz yerga dengiz tikanlarini tashlaymiz. Bundan tashqari hojatimizni chiqaramiz. Bu juda ham shafqatsizlik emasmi? Nima? Shafqatsizlik? Unga bu ham kam. Battar bo'lsin. To'g'ri. To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Yaxshi. Sizlar shu qarorga kelgan bo'lsangiz, men nima ham derdim. Shoshmanglar. Negadir bu reja menga shubhali tuyulmoqda. O'ylab ko'ring, uni qanday qilib ko'prik oldiga olib kelamiz? Bu oddiy, qo'rqitamiz. Shunda u o'zi qochib boradi. Qanday qilib? Mana bunday. Balchiq teriga juda foydali. Muolajadan so'ng ancha yengillashgandirsiz? Qo'mondon! Necha boshimga urib, kiyimlarimni tortib oldi. Sizlar bilan mazza qildim. Keyingi safar ko'rishguncha. Hoy sen, o'lib ket, iblis! Hozir nima deding? Sen iblislarni. Yo'q. Iblisi sen! Voy.